Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim, hayotiy zarur mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, yaqinda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki sizning oilangizda nafaqa oladiganlar bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Chunki pensiya to'lovlari tartibida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Bu o'zgarishlar sizning hamyoningizga, oylik byudjetingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishi uchun juda muhim. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tsak. Avvallari pensiya to'lovlari qanday amalga oshirilar edi va hozir nima o'zgardi avvallari? Ko'pchiligimiz uchun pensiya olish odatiy bir jarayon edi. Nafaqaxo'rlar o'z pensiyalarini har oyning belgilangan sanasida aksariyat hollarda o'z yashash joylaridagi pochta bo'limlaridan naqd pul shaklida olishardi. Ayrimlar esa pensiyalarini bank kartalariga o'tkazishni afzal ko'rib, bankomatlardan yoki bank kassalaridan yechib olishardi. Bu tizim ko'pchilik uchun tushunarli va qulay edi. Ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun. Ular ko'p yillar davomida bu usulga ko'nikib qolgan edilar. Har bir qishloq yoki mahallada pochta xizmati mavjudligi bo'yicha nafaqa olish uchun uzoqqa borish shart emasdi. Pensiyalar odatda o'sha kunlarda ma'lum bir sana oralig'ida yetkazib berilar edi va odamlar o'z xarajatlarini shu kunlarga qarab rejalashtirish imkoniga ega edilar. Ba'zi bank kartalariga o'tkazishni tanlaganlar uchun ham tizim aniq edi. Har oyning ma'lum bir sanasida hisob raqamga pul tushar edi va uni istalgan vaqtda yechib olish yoki kartada saqlash mumkin edi. Bu holatda ham barqarorlik va oldindan bilish imkoniyati muhim edi. Endi esa o'zgarishlar davri. Hukumat nafaqaxo'rlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, to'lovlar jarayonini modernizatsiya qilish va shaffofligini oshirish maqsadida pensiya to'lovlari tartibiga qator yangiliklar kiritdi. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda pensiya to'lovlari jarayoni ancha markazlashgan va raqamlashtirilgan tizimga o'tkazilmoqda. Asosan naqd pul bilan to'lash amaliyoti bosqichma-bosqich kamaytirilib, pensiya pullarini bank kartalari orqali olishga ustunlik berilmoqda. Endi nafaqa pullari bir bankka emas, balki nafaqaxo'rning tanloviga ko'ra bir nechta tijorat banklarining kartalariga o'tkazilishi mumkin. Bu esa o'z navbatida har bir bankning o'ziga xos ish tartibiga, to'lov jadvaliga va texnik imkoniyatlariga ega bo'lishini anglatadi. Ya'ni avvalgidek barcha pensiyalar bir kunning o'zida yoki bir necha kun ichida pochta orqali yetkazilishi o'rniga. Endilikda har bir nafaqaxo'rning pensiyasi uning tanlagan banki tomonidan belgilangan jadval asosida kartasiga o'tkaziladi. Bu o'zgarish nafaqaxo'rlar uchun yangi mas'uliyat va adaptatsiyani talab qiladi. Shuningdek, to'lov sanalari ham o'zgargan bo'lishi mumkin. Hozirda pensiyalar asosan har oyning 4 sanasidan 27 sanasiga qadar hududlar kesimida tasdiqlangan jadval asosida to'lab beriladi. Bu esa avvalgidek bir necha kun ichida hamma pensiya oladigan kunlar o'rniga oy davomida cho'zilgan, qat'iy belgilangan grafikni anglatadi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi to'lovlarni yanada tezkor, xavfsiz va tizimli qilishdir. Ammo shu bilan birga, bu yangiliklar ba'zi fuqarolarimiz uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Keling endi bu o'zgarishlar kimlarga taalluqli ekanligi, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar uchun bu yangiliklar unchalik muhim emasligi haqida batafsilroq gaplashsak. Birinchidan, bu o'zgarishlar mutlaqo barcha nafaqaxo'rlarga taalluqlidir. Ya'ni kim nafaqa olmasin, u o'zining pensiya to'lovlari tartibini qayta ko'rib chiqishi va yangi qoidalarga moslashishi lozim. Kimlar ko'proq tashvishlanishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi fuqarolarimiz diqqatli bo'lishlari lozim. Beki, asterisk bank kartalari va zamonaviy texnologiyalardan bexabar keksa yoshdagi fuqarolar. Agar siz butun umr naqd pul olib kelgan bo'lsangiz va bank kartasidan foydalanish bo'yicha tajribangiz bo'lmasa, siz uchun yangi tartibga moslashish qiyinroq kechishi mumkin. Sizga bank kartasi ochish, uni faollashtirish, bankomatdan pul yechish va mablag' qoldig'ini tekshirishni o'rganish kerak bo'ladi. Asterisk uzoq qishloq yoki tog'li hududlarda yashovchi fuqarolar. Bu joylarda bank filiallari yoki bankomatlar soni cheklangan bo'lishi mumkin. Har oy pul olish uchun shaharga borish masofasi va yo'l haqi qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi. Asterisk to'lov sanasining o'zgarishi byudjetiga ta'sir qiladiganlar. Agar siz pensiyangizni har oyning boshida, masalan, 5 sanasida olishga odatlangan bo'lsangiz va endilikda pensiyangiz oyning o'rtasiga, masalan,
15 sanasiga ko'chirilgan bo'lsa, bu o'zgarish sizning oylik xarajatlaringizni rejalashtirishda vaqtincha noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Ayniqsa birinchi oyda bu sezilarli moliyaviy bosimni keltirib chiqarishi mumkin. Kimlar unchalik tashvishlanishi shart emas. 1. Allaqachon bank kartasidan foydalanadigan fuqarolar. Agar siz avvaldan pensiyangizni bank kartasiga olib kelgan bo'lsangiz va kartadan foydalanishda tajribangiz bo'lsa, siz uchun bu o'zgarishlar minimal bo'lishi mumkin. Ehtimol faqat pensiya tushadigan sana o'zgarishi mumkin. Ammo bu ham hamma uchun emas. 2. Zamonaviy texnologiyalardan yaxshi xabardor fuqarolar. Agar siz mobil bank ilovalaridan foydalana olsangiz, o'z mablag'laringizni onlayn kuzatishga odatlangan bo'lsangiz, yangi tizim sizga yanada qulaylik yaratishi mumkin. Keling, endi ba'zi real hayotiy misollarga to'xtalib o'tamiz. Bu yangiliklar qanday ta'sir qilishini yaxshiroq tushunish uchun. Misol bir. Malika opa 28 yoshda. Buxoro viloyatining O'lis qishlog'idan. Malika opa butun umri davomida hech qachon bank kartasidan foydalanmagan. Uning pensiyasi har oyning 8 sanasida pochta orqali qishloqdagi uyiga yetkazib berilar edi. Bu uning uchun juda qulay edi, chunki u sog'lig'i tufayli uzoqqa bora olmasdi. Endilikda esa yangi qoidalarga ko'ra uning pensiyasi bank kartasiga o'tkazilishi shart. Malika opa uchun bu juda katta muammo. Birinchidan, qishloq markazigacha borish uchun yo'l haqi ketadi. Bu qishloq taksisi uchun ikki tomoniga 20 ming so'm atrofida. Ikkinchidan, bankka borib karta ochish jarayoni, pasport nusxalari ariza to'ldirish, navbat kutish kabi harakatlar uning uchun murakkab. Uchinchidan, karta ochilganidan keyin u bankomatdan pul yechib olishni bilmaydi. Kimdir yordam berishini kutadi, ammo uning farzandlari chet elda, nevaralari shaharda o'qiydi. Qo'shnilarga ishonish kerakmi? Pulini noto'g'ri yechib olib qolishmaydimi degan xavotirlar bor. Malika opaning pensiyasi oyiga 900 ming so'm. Bu uning yagona daromad manbai. Agar u bu pullarni o'z vaqtida va muammosiz ola olmasa, uning hayotiy ehtiyojlari qondirilmay qolishi mumkin. Bu holatda Malika opaga yaqinlari yoki pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan yordam ko'rsatilishi shart. Misol 2. Azim aka, 62 yoshda. Toshkent shahrida yashovchi nafaqaxo'r o'qituvchi. Azim aka umr bo'yi o'qituvchi bo'lib ishlagan, oyligini bank kartasiga olgan va undan muntazam foydalangan. Kommunal to'lovlarni onlayn to'laydi. Do'konlarda karta orqali hisob-kitob qiladi. Uning pensiyasi har oyning 10 sanasida Xalq bank kartasiga tushar edi. Yangi qoidalarga ko'ra, uning pensiya to'lovi sanasi 10 sanadan 12 sanaga ko'chirildi va u endilikda mikrokredit bank kartasi orqali oladi. Azim aka uchun bu jiddiy muammo emas. U shunchaki pensiya jamg'armasiga borib, yangi bankda karta ochdi. 2 kunlik kechikish uning byudjetiga unchalik ta'sir qilmadi. Chunki u har doim pulining bir qismini keyingi oy uchun zaxira qilib qo'ygan. Azim akaning pensiyasi 20 ming so'm. U pulni bankomatdan yechib olish yoki kartada saqlashda hech qanday qiyinchilikka uchramaydi. U uchun bu o'zgarishlar faqatgina bir o'z moslashishni talab qildi xolos. Misol 3 Said aka, 68 yoshda. Chirchiqda yashovchi boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchi. Said aka marhuma rafiqasining nafaqasini oladi. U har oyning 5 sanasida pochta orqali naqd pul olib kelardi. Uning oyning boshida 5 sanasida nafaqa olishi juda muhim edi. Chunki u shu pulga oziq-ovqat va dorilarni sotib olardi. Shuningdek, kommunal to'lovlarni oyning birinchi 10 kunligida to'lab qo'yardi. Yangi tartibga ko'ra, uning pensiyasi endi oyning 15 sanasida bank kartasiga tushadi. Said aka bank kartasini ochdi. Ammo pul tushish sanasining 10 kunga kechikishi uning uchun jiddiy byudjet muammosini keltirib chiqardi. Birinchi oyda u dorilarni sotib olish va oziq-ovqat g'amlab qo'yish uchun qo'shnisidan qarz olishga majbur bo'ldi. Uning pensiyasi 902 ming so'm. Bu kechikish uning moliyaviy rejalashtirishni butunlay buzib yubordi. Endi u o'z xarajatlarini oyning o'rtasiga moslashtirishga majbur. Bu esa shunchaki kichik o'zgarish emas, balki odamning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladigan jiddiy holatdir. Ko'rib turganingizdek, pensiya to'lovlari tartibidagi bu o'zgarishlar har bir fuqaroga har xil darajada ta'sir qilmoqda. Shuning uchun har kim o'z vaziyatini tahlil qilib, kerakli qoralarni ko'rishi lozim. Endi esa bu qoidalarga nisbatan istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar va yashirin qo'pqonlar haqida gaplashamiz. Istisnolar va maxsus holatlar. 1. Nogironligi bo'lgan shaxslar va keksalar uchun, agar nafaqaxo'rning sog'lig'i og'ir bo'lib, u mustaqil ravishda bankka bora olmasa yoki bankomatdan foydalana olmasa,
u holda pensiya jamg'armasi orqali maxsus xizmatlar ko'rsatiladi. Ayrim banklar o'z mijozlariga mobil bank xizmati orqali uyga xizmat ko'rsatish yoki bank xodimining pensiyani uyga olib borib berish amaliyotini taklif qilishi mumkin. Bunday hollarda nafaqaxo'r yoki uning vakili tegishli banka yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va vaziyatini tushuntirishi lozim. Shuningdek, vasiylikda bo'lgan bolalar uchun pensiyalar ularning qonuniy vakillariga to'lanadi. Ammo bu ham yangi tartibga ko'ra bank kartasi orqali amalga oshiriladi. 2 astrik ishlamayotgan nafaqaxo'rlar, agar nafaqaxo'r ishlamasa, uning pensiyasi Xalq banki yoki mikrokredit bank kartasiga o'tkaziladi. Bu 2 bank davlat tomonidan belgilangan asosiy pensiya to'lovchi banklardir. 3 astrik ishlayotgan nafaqaxo'rlar, agar nafaqaxo'r ishlayotgan bo'lsa, u ishlayotgan tashkilotning hisob-kitob banki orqali o'z pensiyasini olishi mumkin. Bu holatda nafaqaxo'r ish joyi buxgalteriyasi orqali o'ziga qulay bo'lgan bank kartasiga pensiyasini o'tkazishni so'rashi mumkin. Yashirin qopqonlar va ehtiyot qoralari birin. Firibgarlik xavfi. Bu eng muhim nuqtalardan biri. Raqamli to'lov tizimiga o'tish bilan birga firibgarlar ham faollashishi mumkin. Ular o'zlarining bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili yoki hatto yaqin qarindosh qilib ko'rsatib, sizning karta raqamingiz, PIN kodingiz, pasport ma'lumotlaringizni so'rashi mumkin. Aslida hech qachon hech kimga, hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirgan odamga ham kartangizning PIN kodi, to'liq karta raqami, CVC kodi yoki mobil bankingga kirish kodlarini aytmang. Bank xodimlari sizdan bu ma'lumotlarni hech qachon so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib karta ma'lumotlaringizni so'rasa, bu aniq firibgarlikdir. Telefonni qo'ying va shu shubhali holat haqida banka yoki pensiya jamg'armasiga xabar bering. Ikkim asl texnik muammolar, bankomatlar ishlash, karta muddatining tugashi, PIN kodni unutish kabi texnik muammolar pensiyangizni olishda to'siq bo'lishi mumkin. Kartangizning amal qilish muddatini muntazam tekshirib turing va muddati tugashidan oldin uni yangilang. PIN kodingizni eslab qolishga harakat qiling. Agar eslay olmasangiz, bankka murojaat qilib, uni qayta tiklashingiz mumkin. Bankomatlarning ish holatini oldindan tekshirib borish foydadan xoli emas. 300 asosli noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi. Atrofingizdagi odamlardan eshitgan har qanday ma'lumotga ishonmang. Pensiya to'lovlari bo'yicha rasmiy ma'lumotlarni faqatgina pensiya jamg'armasi, banklar yoki rasmiy veb saytlardan oling. Mish-mishlar va noto'g'ri talqinlar sizni chalg'itishi mumkin. Bank xizmatlari uchun komissiyalar. Ba'zi banklar kartadan naqd pul yechish yoki ba'zi xizmatlar uchun komissiya olishi mumkin. Kartangizni ochayotganda barcha xizmat turlari va ularning tariflari haqida to'liq ma'lumot oling. Pensiya kartalari uchun odatda 0 komissiya bo'ladi, lekin buni aniqlab olish zarur. Asterisk noodatiy nozik jihatlar. Asterisk to'lov jadvalining o'ziga xosligi. Asterisk yuqorida aytib o'tganimizdek, pensiya to'lovlari endilikda oy davomida belgilangan jadval asosida amalga oshiriladi. Ba'zi hududlarda nafaqaxo'rning familiyasining birinchi harfiga qarab ham pensiya to'lash sanasi belgilanishi mumkin. Bu haqda pensiya jamg'armasi yoki bankdan aniq ma'lumot olish juda muhim. 2 asl bayram kunlari, agar pensiya tushadigan sana dam olish kuniga yoki rasmiy bayramga to'g'ri kelsa, pensiya odatda undan 1 yoki 2 ish kuni oldin yoki keyinroq to'lanishi mumkin. Bu ham pensiya jamg'armasi tomonidan oldindan e'lon qilinadi va bunga ham e'tibor berish lozim. 30 asr boshqa ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liqlik. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar ham pensiya hisob raqamlariga bog'langan bo'lishi mumkin. Yangi tartibga o'tishda bu to'lovlarning ham muammosiz o'tishini ta'minlash uchun tegishli idoralar bilan bog'lanib, aniqlik kiritish kerak. Endi esa ushbu o'zgarishlar fonida siz, aziz tomoshabinlar, nimalarga e'tibor berishingiz va qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Bu qadamlar sizning pensiya olish jarayoningizni osonlashtirishga va kutilmagan muammolardan qochishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar va harakatlanish yo'riqnomasi. Bingadan vaziyatingizni aniqlang va baholang. Siz avval pensiyangizni qanday olgan edingiz? Naqd pulda pochta orqali yoki bank kartasiga. Sizda hozir bank kartasi bormi? Agar bo'lsa, qaysi bankniki va u pensiya to'lovlari uchun mo'ljallanganmi? Sizning yoshingiz va texnologiyalardan foydalanish darajangiz qanday? Agar sizga yordam kerak bo'lsa, kimdan yordam so'rashingiz mumkin? Oilangizdagi yoshlar bormi? Pensiyangizni har oyning qaysi sanasida olishga odatlangan edingiz? Bu muhim, chunki yangi jadvalda o'zgarish bo'lsa, byudjetingizni qayta rejalashtirishingiz kerak bo'ladi. 2 qadam, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling.
Qayerga borish kerak? Siz yashaydigan tuman yoki shahardagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan boring. Bu eng to'g'ri va ishonchli manba. Nima uchun borish kerak? Aynan sizning pensiya to'lov sanangiz o'zgarganmi? Agar o'zgargan bo'lsa, qaysi sanaga ko'chirilgan? Pensiya to'lovi qaysi bankka o'tkazilayotgani haqida aniq ma'lumot oling. Shuningdek, kart olish tartibi, bank tanlash imkoniyatlari haqida batafsil so'rang. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Pasportingizni o'zingiz bilan olib boring. Ba'zan pensiya guvohnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. Telefon orqali agar borish imkoni bo'lmasa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki rasmiy veb saytidagi aloqa raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahat olishingiz mumkin. 3 qadam. Agar bank kartangiz bo'lmasa, uni oching. Qaysi bankda? Asturish pensiya jamg'armasidan aynan qaysi banklar bilan hamkorlik qilinayotganini aniqlab oling. Odatda bu xalq banki yoki mikrokredit bank bo'ladi. Sizga qulay joylashuvga ega bankni tanlashingiz mumkin. Asturish nima qilish kerak? Tanlangan bank filialiga pasportingiz bilan murojaat qiling. Pensiya kartasi ochmoqchiman deb ayting. Qanday hujjatlar kerak? Odatda faqat pasport talab qilinadi. Ba'zi banklar qo'shimcha ma'lumotlar so'rashi mumkin. Lekin asosiy hujjat pasportdir. Qancha vaqt ketadi? Karta ochish va faollashtirish odatda bir necha daqiqa yoki soat ichida amalga oshiriladi. Ayrim hollarda plastik kartaning tayyor bo'lishi uchun bir necha kun kutish talab qilinishi mumkin. Asturish ko'rqadam bank kartasidan foydalanishni o'rganing. Yaqinlardan yordam so'rang. Agar siz uchun bankomatdan pul yechish qiyin bo'lsa, farzandlaringiz, nevaralaringiz yoki ishonchli oila a'zolaringizdan yordam so'rang. Ular sizga kartani bankomatga qanday kiritish, PIN kodni terish, pul yechish va chekni olishni o'rgatishsin. Aslish bank xodimidan yordam so'rang. Bank filialiga borganda xodimlardan bankomatdan foydalanish bo'yicha amaliy yordam berishlarini so'rang. Ular sizga ko'rsatishlari shart. PIN kodni eslab qoling. PIN kodingizni hech kimga aytmang va yoddan biling. Agar unutib qo'ysangiz, bankka murojaat qilib, uni qayta tiklashingiz mumkin. Kartani ehtiyot qiling. Kartangizni yo'qotib qo'ymaslik uchun uni ishonchli joyda saqlang. Yo'qolgan taqdirda darhol bankka xabar bering va kartani blokirovka qildiring. 5 qadam pensiya to'lovlarini doimiy nazorat qiling. Balansni tekshiring. Pensiyangiz tushganligini bilish uchun bankomatdan yoki mobil ilova orqali kartangizdagi mablag' qoldig'ini tekshirib turing. Mobil ilovalardan foydalanish. Agar mobil telefoningiz bor bo'lsa, uni ishlata olsangiz, bankning mobil ilovasini yuklab olishni va undan foydalanishni o'rganing. Bu sizga pulingizni uydan chiqmagan holda nazorat qilish imkonini beradi. Uning yordamida pensiya tushganini darhol bilishingiz, kommunal to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Ol qadam. Firibgarlikdan ogoh bo'ling. Yuqorida aytib o'tganimizdek, hech kimga, hatto o'zini bank yoki hukumat xodimi deb tanishtirgan shaxsga ham kartangizning PIN kodi, to'liq raqami, CVC kodi yoki mobil bankingga kirish parollarini aytmang. Shubhali telefon qo'ng'iroqlari yoki SMS xabarlariga e'tibor bermang. Rasmiy ma'lumotlarni faqatgina rasmiy manbalardan oling. Agar sizning kartangiz bloklandi yoki pensiyangiz oshirildi, ma'lumotlaringizni tasdiqlang kabi xabarlar kelsa, hech qanday havolaga kirmang va hech qanday raqamlarni terib yubormang. Darhol pensiya jamg'armasi yoki bankning rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qilib, holatga aniqlik kiriting. Aziz tomoshabinlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizga pensiya to'lovlari tartibidagi yangi o'zgarishlarni tushunishga va ularga moslashishga yordam berdi degan umiddaman. Ushbu o'zgarishlar sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ularga jiddiy yondashishingiz va o'zingizga tegishli choralarni ko'rishingiz juda muhimdir. Izohlarda o'z fikringizni, qanday muammolarga duch kelganingizni yoki qanday savollaringiz borligini yozib qoldiring. Bu video boshqalarga ham yordam berish uchun like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va salomat bo'ling.